Yo bize Uchinchi rasmiy bahoga ham javob beradilar. Yo bu shisha mi bu muz mu? Muz bu. Shisha nimaga qo'shildi? Shisha. Yordashimiz deb kelyapti deymiz yo'lda. Keyingi shartimizning nomi Karam sho'rva. Shimpanzini bananini. Akam uyda polni teskari eshitib yurish. Salom do'stlar, Mana bor shouning keyingi sonini hoziroq Click TVga o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Haymayli Production'ning barcha shoularini Click TVda YouTubedan 2 hafta oldin ko'rishingiz mumkin. Marhamat, zavqlaning. Kella tanishtirib o'taman, nima bo'ladi bugun? Ma'no bor degan shou. Bu shouda ma'no qidiramiz. Har xil savollar bo'ladi, har xil ma'noga ega bo'lgan, har xil yechim talab qiladigan savollar bo'ladi. Shu savollarga javob topishimiz kerak. Har bitta savolga bittadan ball beriladi. Oxirida g'olib shu bilan aniqlanadi. Birinchi navbatda sizlar ikkita jamoasizlar, shu jamoalarga nom topaylik, agar qarshi bo'lmasanglar. Prosta qulay bo'lishi uchun. Yo, bemalol aka, mana sirazi bitta qaradingiz, tushundim o'sha. Yo, ayting. Aytinglar nomlaringizni. Nima bo'ladi? O'zidan bo'lsin dedi. Qofiya bo'la qolsa. Qofiya, olqishlar Qofiya jamoasi. Sher. Ya biz g'azal deb o'zgartiramiz bo'lmasam. Sher. Zato bizsiz sizlar bo'lmaysizlar. Qofiyasiz sher bo'lmaydi. Shunaqa. Yo biza Zo'r, menga nomlar yoqdi. Savol chiqqandan keyin kim birinchi knopkani bossa, shu odamda birinchi bo'lib javob berish huquqi bo'ladi, ikkinchi jamoa xalaqit bermay turadi. Agar noto'g'ri javob bersa, keyingi navbat keyingi jamoaga o'tadi. Birinchi shart nomi 3tasi birda. Qaranglar, ekran ko'rinishi kerak sizlarga. 3tasi birda, ya'ni sizlarga 3 ta rasm ko'rsatiladi. Shu har bitta rasmga tegishli bo'lgan bitta xususiyatni topishinglar kerak. Bu uchala rasmga ham tegishli bo'lgan bitta xususiyat ularni birlashtirib turadi. Tushunarli? Birinchi rasmni qo'yaman. Oson tushunib olishinglar uchun. Samo hayron. Kosmos. Muslimbek birinchi bo'ldi menimcha. Kosmosmi? Mana tushuntirib bering. Nimaga kosmos deyapsiz? Sayyora. Kinodagi personaj kosmos. Mayeti bilmaydi ular. 4 ta odamga sal qiynaldim lekin mana. To'xtanglar. Javob beryapti. Javob berib olaylik. Bilmaysan. Uchinchi rasmiy bahoga ham javob beradilar. Men gapirib o'tirib Bilmayman. bilmayman. Eshitib aytdilar lekin. Qivasi ko'rmaydi bular, men ko'raman. Bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, mayli. Yo'q. To'xtab turinglar. Ular to'g'ri javob berdi. Olqishlashimiz mumkin. Yo'q, to'g'ri javob berdi. Prosta nimaga ekan deb qiziqib ko'rdim xolos. Mendan eshitib oldim. Kosmos. Ularni birlashtirib turadigan narsa kosmos, chunki birinchi rasmda ham kosmos, ikkinchidagi ham kosmos, uchinchidagi kosmos jamoasi. Ularning nomi kosmos. Shuni bilmagan bo'lishingiz mumkin. Tushunarli? Prosta keyingi savolga o'tamiz. Birinchi bo'lib bular bosdi. Tenglik. Tushuntirib bering. Tenglik, snayper ham cho'qlagan payt teng turish kerak-da nimasi? Ana aka-ukalar ham teng, egizak, tarozi ham teng turish kerak. Tenglik. Tarozi nimaga teng turish kerak? Endi to'g'ri bo'lish kerak. To'g'rilik yoki egizak. Aka o'z komandangizdan ayrilasiz. To'xtang, oxirgi javobingizni ayting, bittasini tanlang. Nima deymiz? Tenglik va egizak degan. Yo'q, xalaqit bermang. Buziladi. Bilmay, aka, men ularga o'tib ketaman o. Nishon Tenglik yoki egizak? Tenglik. Malades. Yo'q, noto'g'ri. Malades nimaga? Tezda tanladingiz-da. Sizlarga keldim. Menda Nima ko'rayotganinglarni prosta sanasanglar chiqadi o'zi. Snayper nishonga ham to'g'ri. Snayper nima qiladi? nishonga oladi, otadi. Ular bosmayapti-ku. Bularga navbat o'tdi-yu, to'xtang. Oldin o'ylash kerak. Prosta sanab o'tamiz. Xo'p, otadi. Nima otadi? O'q. O'q otadi. Yordam bermang aka. O'q otadi. Xohlasanmi? Bizga nima qilmayapsiz-ku? Siz shoshilib bosyapsiz-da. Men bilmadim to'g'risi, lekin birlashtira olmayapman negadir. Snayper o'q otadi. Egizaklar
tarozi. Burch yo'q. Yordam berdi. Ko'cha qo'ydin, javob dedik. Javob nima? Javob burch, to'g'ri. Ye. Yordam berib qo'ydi. Menga yoqmadi. Yo'q, kim aytdi yordam berish mumkin emas deb? Nimaga bizga yordam bermayapsiz? Tinchlikmi ish qilib? Luc Besson. Ano menimcha Luc degan qahramon o'yindanmi To'g'ri, bilmayman. olqishlar. Luke Skywalker-da yulduzli urushlar. Gap yo'q, harakat qilasizlar. O'sha oxiridagi rasm sal muzmi? Muz. Ha. Kajolmidi, nima edi u? Kajol. Yoshligim. Ha. Soqov. Soqov. Nimaga? Ana gapirish mumkinmi? Mana To'g'ri. qaysidir kinoda soqov rolini o'ynagan. Muz ovoz chiqarmaydi. Soqov. Borku ma'no? Muz yo'q, ma'no bor. So'zsiz. Prosta muzning o'rniga Luk qo'ysak ham, Luk ham ovoz chiqarmaydi. Muzni ovoz chiqarsak sinib ketadi. Yo'q, unaqa emas. Ovoz chiqarsangiz muz sinib ketadi. Qattiq ovozdan sinadi-ku. Yo'q, shisha. Shisha. Ha. Da. Ovoz. Yo'q, bu shishami, bu muzmi? Muz bu. Shisha nimaga qo'shildi? Shisha. Qattiq ovozdan shisha sinadi, muz emas. No, balki muz ham sinar. Lekin javobingiz noto'g'ri в любом случае. Ma'no bor edi lekin. Ma'no bor. Bu yerda ham ma'no bor. Borku zato, bir bal bering-da. Yo'q. Tan olyapsiz-ku borligini. Bu kulgilik tuval emas. Prosta javob uchun bal beriladigan. Yo'q, kulgilik tuval emas, ma'no borku deyapman. Endi любой odam xohlagan ma'nosini chiqarib olaveradi, lekin hammaga obyektivniy mantiq topish kerak-da. Men bu javobini keyin aytaman oxirida, keyin deysiz. Do'laylik aka, bizda yo'q javob. Yo'q, javobdan keyin. Kelinglar, sizlar bilan. Aka, bizga ham yordam bering. Sizlar birinchi bosib olyapsizlar-da. Shoshilib. Sizlar kim birinchi bosishga o'ynayapsizlar, ma'no qidirishga emas. Kajol qayerli aktrisa? Bo'ldi, men ketdim. Qarang, podskaska sizga ham bo'ldi-da, baribir. Siz ham eshitgan bo'lasiz. Nima dedingiz? Kajol qayerli aktrisa dedim. Indiya. Muz yo'q-ku Indiyada lekin. Bollywood. Bollywood. Nimaga Bollywood? To'xtang. Lyot. So'zi bor, muz. Aktrisa Bollywooddan. Men uchinchisini topa olmayman. Bahor yordam bering. Yo'q, lyot nimaga? Bollywood'dagini lyot deb qo'shildi aka. Yaqinroq. No, soqovdan ko'ra. Soqovdan ko'ra yaxshi-da aka. Yo'q, mana bo'ldi. Bularning Bollywood varianti ketdi. Mana sizlarning oldinglar keldim. Endi mikrofonga bemalol gapiring. Yordam. Yo'q. Biron narsani muhokama qilinglar, men yordam beray. Mikrofonga. Gapirish mumkin emas, demak soqov. Lekin xato. Nimaga siz nima bilishi mumkin? Nimaga siz soqovga yopishib oldingiz? Men tushunmayapman. Gapirish mumkin emas. Mana misol uchun tasavvur qiling, to'la zal odam, hech kim gapirmayapti. Zal qanaqa bo'ladi? Tinch. Aka, Hind okeani. Hind okeanlar. Bizada edi. Navbat bularda edi. Adolat bormi? Okean, Tinch okeani, Hind okeani, Shimoliy Muz okeani. Olqishlar. Gap yo'q. Bu olqishlar bizaniki edi o'zi. To'g'ri. Yo'qyapti, normalmi? Yaxshi. Prosta birinchi shartimiz oxiriga yetib qoldi, oxirgi savol qoldi. Qarang. Bu savol ham sizlarga yoqadi degan umiddaman. Qorin. Chumoli sizga aloqador. Bularga ham. Qorin sizga aloqasi bor. Sizga ham. Menga ham. Qorin, Qorbobo, chumoli. Qattiqroq. Atidan qilingan bu, aka ishlamayapti hamma. Eto'ring? Dadi. Qulog'ingizga yetib, bular eshityapti. Yo'q, mana hammaga ayting. Qor, aka. Qor so'zi, ha. Qorin so'zida qor bo'lagi bor-da. Qorbobo. Chumolmi? Yo'q, qora chumoli-da. Qoraligi uchun. Yo'q. Yo'q. Noto'g'ri. Bizda ham javob berish varianti. Da. Xudoga shukr. Qarang. Bitta yordam beraymi? Ha, beringchi, balki biz yigib ketarmiz. Uchinchisidagi odam
Qorbobo emas-da u. Santa Claus. Santa Claus. Ha, Santa Claus bilan bog'liq ekan. Shuna desam bo'ladi. Santa Claus emas, Santa deng. Zaldagilar iltimos, jimlik, sahlelar, hech qanaqa podskaska bo'lmasin, qancha podskaska kam bo'lsa shuncha qiziqarli bo'ladi. Yor tashiymiz deb kelyapti deymizmi yo'lda? Birinchidagi qorin emas-da o'zi, sal qorin. Katta bo'lmagan qorin. Endi buni katta demasa bilmayman. Nima deydi? Nima deydi katta bo'lmagan, sal chiqib qolgan qorinda. Shunaqa yordam. Konsta. Nimaga? Konsta. Topdim, Konsta. Bilmayman, Konsta lekin to'g'ri javob. Qorincha ashulasi. Siz ma'nosini so'raysiz. Qorinchasi. Chumoli nimaga? Chumoli degan qo'shiq ham. Nimaga to'xtang? Chumol deb nimaga sizlar nomlagansizlar o'zingizlar blok qiladi? O tarix o'zi. Aka bossam bo'ladimi? Yo'q, bular javob beryapti. Konsta. Qorincha degan qo'shiq bor, demak. Chumol degan qo'shiq bor edimi? Nimaga? Chumoli degan qo'shiq ham bor ekan. Saldan yordam so'raverdilar-ku. Bor, chumoli degan qo'shig'i bor. 3-rasm nima aloqasi bor unda? Konstaga Santa to'g'ri kelyapti. Konsta, ha, Santa Claus Konsta. Noto'g'ri. To'xtab turinglar. Endi siz qayerdan u javobni aytganingizni bilmadim. Agar zaldan eshitgan bo'lsangiz, olmanglar. Qorincha degandan birdan kallamga Konsta keldi lekin. Zaldan eshitganmi biron nima? Sizlarda qanaqa variant bor Santa Clausga bog'liq? Manda ham shu konst edi, faqat ashulalarni aniq nomma-nom sanab berishimiz mumkin. Qorincha, chumoli, trek bor. Santa Claus degan iminni shunaqa nomli trek bormi yo'qmi bilmadim, lekin treklarni deyarli 40% da Santa Claus so'zi ishlatilinadi. Tushunarli. Bunaqa holatda men bularga ball berishga majburman. Chunki 3-rasmda ikkovlar ham bir xil noto'g'ri javob berdinglar. Santa degan qo'shiq bor Konstan. Santa. Konst edi, bular birinchi berdi. Olqishinglar. Sher. Lekin zardan yordam so'rab borishdi. Yo'q, men zardan eshitganim yo'q. Men ustozman, yolg'on gapirmayman. Mayli. Endi keyingi shartga o'tamiz. Keyingi shartimizning nomi Karam Sho'rva. Chunki fantaziyamiz ishlamaydi. Nimaga unaqa? Chunki biz sizlarga hozir ikkita вообще har xil bo'lgan predmetni birlashmasi bo'lgan bitta rasmni ko'rsatamiz. Shu narsani italyancha nomini topishinglar kerak. Bu juda ham mashhur internetdagi brain rot memlar. Tushunib olasizlar. Buni ham bosish kerak bo'ladimi yo shart emasmi? Bosish kerak albatta. Da. Men birinchi bu shart nomini yaxshi ham qizim bor deb nomlamoqchi edim. Chunki qizim orqali hammasini bilaman. Ko'ramiz sizlarda qanaqa. Mayli. Jim, zal. Bananino. To'liq emas. Italyancha talaffuz bo'lishi kerak edi. Da. Banana. Shunchaki banana. Yo'q, bu yerda ikkita predmetni birlashtiriladi. Odatda javob ikkita qismdan iborat bo'lgan so'z bo'ladi. Qanaqadir ism, familiyaga o'xshaydi. Bananarillo. Garilladagi Garillo yoki Banana Garillo. Bananarillo. Juda ham yaqin, lekin noto'g'ri. Da, faqat bu gorilla emasda, boshqa turdagi maymun. Demak bu yana aytsam bo'ladimi? Yo'q, to'xtang, bularga o'tdi, bitta aytish olsin. Bor. Bizda variant bor, bos. Shimpanzinyomi? To'g'ri ketyapsiz. Prosta ikkita so'z ayting. Hozir. Italyancha talaffuz bilan. То есть italyanlarda haligi familiyalarni bilasiz, oxiri Materazzi bir narsalar i bilan tugaydi. Mana maymunda aytdingiz, oxiriga i qo'shing. Yo'q, Yozib bering. nomini aytib Qo'liga yozib bering. bo'pti, sizlarga o'tdi. To'xtang, uylaylik endi. Mana shu qilib bad qilib turishgandi. Shimpanzi banani. To'g'ri deb olsak bo'ladi, shimpanzini bananini. Ha. Keyingi rasm xuddi shunaqa tempda ketadi menimcha. Hamma bolasi borlar, o deya. Ma'lum, biza birinchi bosdik. Sizlar birinchi bosinglar, to'xtaymiz. Da. Timsolyot. Juda ham ajoyib o'zbekcha nom. Faqat u italyancha bo'lish kerak-da. Krokodiliot. Krokodilsiliotmi yoki? Bo'pti, noto'g'ri. Bu krokodil prosta uchmayapti-da.
u qayergadir portlatuvchi modda tashlaydi. Ha. Ayting. Samolyoti Crocodilo Bombardimono. To'g'ri. Bombardino krokodilo. Bombardino Crocodilo. Keyingi shartimizning nomi aqisum. Musiqa. Da, musiqa so'zini teskarmachasiga. Chunki bu shartda biz sizlarga muzikani teskarmacha qo'yib beramiz. Sizlar qaysi muzikaligini topishinglar kerak. Xudo xolisa yutamiz. Bizning shartimiz ekan. Bo'ldi. Ko'k juguli, ko'k Ular juguli. birinchi bosin. Ozoda Biza bosdik. Nursaidova. Juguli, ko'k juguli. Olqishlar. Ikkinchi musiqa. Bular yana birinchi bo'lishdi. Hamdam Sobirov. Malohat, u yog'ini bilmayman-da. To'g'ri, o'zi yetadi. Nomi bo'ldi? Nomi bo'ldi. Ha. Mashhur qo'shiq. Malohat. Mashhur qo'shiqni qo'ysa oson topasizlar ekan. Uchinchi musiqa. Yana birinchi. Sitora guruhi, borsan, o'sha bo'lsa kerak. Bular prosta tezlik qildi menimcha. Akam uyda polni teskari eshitib yurish kerak. Teskari eshitib nimadir mana shunaqa o'tirurlar mana shunaqa qilib. Davlat ishida ishlasang nimalar qilmaysan, to'g'ri? Zerikkan payt nima qilishni bilmaydi odam. Da, bu shartimiz ham tugadi. Keyingi shartnoma GPT aybdor. Chunki bu yerdagi savollarda meni aybim yo'q. Men prosta bitta mashhur iborani GPT ga yozdim. Rasm yasab ber dedim. U rasm yasadi. U iboraga bog'liqmi, bog'liq emasmi meni aybim emas. Lekin sizlar topishinglar kerak. Ketdi birinchisi. Bular Qarg'alar o'tsa qaraylik, Marg'ilonni yo'liga emasmi? To'g'ri. Srazu. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonni yo'liga. Da, qarg'alar yo'l o'tda Marg'ilon ko'rinib turibdi. Keyingisi. Yigit kishiga qul hunar oz. To'g'ri. Bo'ladi. Uchinchisi. Na, bu prosta birinchi bosib qo'ydim. Onangni otangga bepardoz ko'rsatma. Yo. Ona, bola, ota bepardoz ko'rsatma, chiroyli bo'lib turibdi. Yo, bola yo'q o'tda. Ana bolasi-ku yoshroq-ku, bunisi qariroq. Qo'shnisi shakilli. Biznes partnyorga o'xshaydi ko'proq. Unaqa emasmi? Unaqa emas. Lekin Lekin sizning gapingiz ko'proq tushar ekanda. Ko'proq tushadi. Lekin noto'g'ri-da. Meni aybim yo'q u. Nimadir yordam bering. Bitta yordam bering. Yordam Maqolmi, berarim. jumlami yoki mana Bu boyagi? prosta internetda tarqalgan mashhur gaplardan. Ha. Maqola ham emas, qo'shiq ham emas, ibora ham emas. Nimani ko'ryapmiz? Ikkita davlat ishida ishlaydigan odam. Bittasidan pastroq rangi. Aytaymi? Menimcha temir daftar davlat ishi dedingiz. Endi ular hokimiyatda odamlari nochor oilaga, nochor ayolga yordam berishga kelgan temir davlatlarga ro'yxatga olmoqchi bular. Monolog. Yo'q, bu mashhur ibora emas u. Siz prosta mashhur gapni so'z dedingiz-ku temir. Yo'q, ibora. Iborami? Prям mashhur ibora. Nimanidir qaysidir predmetda opisaniyasi emas. Mana, ikkita davlat ishida ishlaydigan odam, bittasi ikkinchisiga nisbatan balandroq rangda, xotin. Aniq so'zma-so'z keltirib olmayman-da. Yaqinda bitta video ko'rdim. Endi internetda mashhur degani uchun bitta Mehrdonaga xunukroq chiqqanlar. ayol bo'ladi-da, telefonni buni qilsa chiroyli bo'ladi. Nima uchun deydi? Bo'yi baland erkaklarni yoqtiradi ayollar deydi. O'sha emasmi? Ayol kishi bo'yi baland erkak yoqtiradi. Yo, endi bog'ladim-da, ma'no borku. Yo'q, malades bog'laganingiz uchun bunaqa bog'lash meni qo'limdan kelmagandi. U emas. Bo'yi baland deyaptilar. Bo'yi balandlik nima kerak? Yo'q, da. Bu bo'y balandlikda umuman ahamiyati yo'q. Nimaga Mana aytdingiz? iborada xotin degan so'z bor edi. Ikkita davlat ishida ishlaydigan odam, bitta davlat ishida ishlaydigan odam bor, uni boshlig'i bor точно.
Aytayim. Zoom. Noto'g'ri. Bosinglarda. Yaqinda tarqamagan bo'lishi mumkin. Ha? Yaqinda tarqamagan bo'lishi mumkin. Ancha oldimmi? Bo'pti, podskaska beray. Open budjet. Yo'q. Bu xotinda, rasmda turgan xotinda kundoshi bor. Jim. Jim. Olim aka. Yo'q. Nima bo'lsa internetda tarqagan? Mana qaranglar. Qaysidir xotinda kundoshi bor-da. U narigi xotin, bu xotinni eri uchun kim bo'ladi? Ha, bir anekdot. Eri uchun kundosh bo'lmaydi-yu, eri uchun kim bo'ladi? Boja bo'ladi. Rahmat. Rostdan shunaqa. Boja bo'ldimi hozir? Qani aqlim? Ya, boja bo'ladi. Mana qaranglar. Bitta erkak kishi bor. Uni xotini bor. Xotinning kundoshi bor. Mana kundosh deyotgan xotinimiz, mana erkak kishiga kim bo'ladi? Xotin bo'ladi. Nechinchi? Ikkinchi xotin. Endi iborani to'lig'ini ayting. Ha, ikkinchi xotin. O davlat ishida ishlaydigan bittasini ikkinchi xotini deyapti. Bo'l, ministrning ikkinchi xotini. Navruz. Sizga javob navbati berilmadi. Ular aytdi, keyin men aytdim. Aytmay, navbat berdim, kutyapman. Prosta bal sizga ketmaydi. Bitta ayting. Zaministr ikkinchi xotin Xudoga bo'ldi. shukr. Qarsagiylar, olqishinglar. Agar bu savol yoqmagan bo'lsa, men aybdor emasman. Bitta aybdor. Va nihoyat oxirgi shartimiz. Oxirgi shart bog'la deb nomlanadi. Bunda 3 ta rasm beriladi. Uchalari rasmni bog'lagan holda sizlar yangi bitta narsani nomini aytishinglar kerak. Birinchisi oddiyroq. Sovut. Ritser. Olqishinglar. Ritser da. To'g'ri. Tushunarli bo'ldi, shartni qanaqa ketishdi. Kaktus. Bular oxirgi shartga kelib hamma inisiativani qo'liga olyapti. Tayyormisizlar Navruz? Popcorn. Olqishinglar. Bitta 3 karra olqish olib beringlar shu odamlarga. Srazu. Qiyin bo'lib qoldik. Aka, Biz ham ko'raylik. O'rtadagi olovmi? Olov. Yani ichki emar? Da shu variant aytmoqchi men, hozir nima bo'ladi? Shu variant aytmoqchi edim lekin. Da. Shu odamni zaldan chiqarib yuborsa bo'ladimi? Intrigani buzyapsizlar. Ani nima aloqasi bor ajdarhoga? Qaysini? Qush qarindoshi ichki emar, olov purki. Da, yashirichadan tarqagan. Ajdarho ko'rganlar bor ekan-a. Uyda boqqanmiz. 6 ajdarho laqabini olgan. Bo'pti, bu savolni ham tashlab ketamiz. Unda baribir iltimos aytmanglar. Prosta yoninglarda sheriklar aytinglar, sheriklar o aqlli ekan deydi, bo'ldi. Biz maza qilib shuni o'tkazamiz. Ha, oxirgi savol o'sha kayf. Побег из Шоушенк. Yo'q. To'xta. Bularga bitta javob beraylik. Okey. Ha, yo'q. Yurma dedi. Bizaga ham bari. Ha, bular javob berishdi, noto'g'ri dedim. Agar variantingiz bo'lsa ayting, bo'lmasa bularga yana qaytamiz. Ha, nimadan chuqur, mahbus, 1, qamoqxona, to'xtang, qasr. 2, O'to'lan, qop, futbolka. 4, 5, To'xtab turingchi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kinomi bu? Kinomi? Noto'g'ri. Shuncha vaqt berib topolmadinglar. Variantinglarni aytinglar. If qal'asi, Graf Monte Cristo. Wow. Yo'q, u dengizga tushib ketadi, quvurga tushmaydi u. Yo'q, rostdan dengizga tushadi.
Men shuncha sanadim. Yo'q, noto'g'ri. Bitta narsani ayting, kinomi? Yo'q. Kino emas ekanda. Chunki kinoda ancha variantlar bor-da, O'g'il chunki. bolalarning ikkinchi uyi bu. Ha, Counter. Counter Strike. Counter emas, sal aniqlashtiring. Nuke Ha? zona. Mention. To'g'ri. Nation. Va nihoyat o'yini Va boshlagan. nihoyatda. Manimcha tenglashdik biza. Siz shokolad yeb oldingizmi oxirgi savolga? Yeb olay. Ha, bo'ldi, tugadi-yu. Ha. Bilmadim. Men sizlarchalik maza qilmadim chunki javoblarni bilardim. Sizlar maza qilgan bo'lsanglar men xursandman. Bu hozir ko'rsatuvimiz tugadi. Faqat bu safar qatnashchilarga sovg'amiz bor. Suhrob kim yutdi? 11-12 Qofiya jamoasi oxirida meni chopib ketishdi. Sizlarga sovg'a. Aniq hisoblang, lekin videoni orqaga qaytaringlar. Men durang bo'ldi lekin. Navruz. Sizlarga bu sovg'a. Yaxshilab o'qinglar, o'rganinglar. Ha, to'xtang, Qofiya kelsa keyin she'r yozasizlar o'shanga. Bolalar ensiklopediyasi. Hammamiz qayerdandir boshlashimiz kerak. Ha, kelganlar uchun, qatnashganlar uchun katta rahmat. Sizlarga ham hammaga rahmat. Sizlar bilan xayrlashamiz.